Adaхан Kimsanboyevich, sizdin kechagi parlamentda bo'lgan voqealarni butkul Qirg'iziston eli ko'rdi. Populistik qadamlaringizni to'xtatib, sizda bilasiz. Siz jurnalistsiz, sizda til var, Qamchiboyev Tashiyevda yurak bor ekan, butkul Qirg'iziston eli biladi. Ana savatli, savatsiz deb so'z tarmoqlarda ancha-muncha kommentariyalar yozildi. Kimning savatli, kimning savatsiz ekanini avtobiografiyasini, Tashiyevning avtobiografiyasini ochsanglar, qaysi mamlakatda o'qib kelgan. Bundan münozi, xarizmasi Tashiyevning shunday. Hozirgi xizmati dag'in ushulga millatlandiradi. Bundan boshqa Adaхан Kimsanboyevich, siz ushul vaqtgacha qanchalagan qirdaldar, o'g'ir qirdaldar bo'lganda Qirg'izistonda chinovniklarning ichidan birdan birinchi bo'lib Tashiyev yetib borgan bu butkul Qirg'iziston eli bilan. Yordam qo'lini uzatganda Tashiyev ulg'achayin eko'rdin. Birday 9 yildan beri xizmatda, mamlakatlik xizmatda ishlay keldingiz. Biroq o'shal aralıkta da Tashiyev elden qo'l yuzbay, qanchalagan kilometr yo'lda, qanchalagan o'rinlarga chet mamlakatdan operatsiya, qanchalagan yetim jesirlerin başını sılab, soğurçuluk işler, malı joqqa mal, qanchalagan yüzdegen uylarni salgan. Siz 9 yılda jeke qarajatыңызdan bir adamga dag'in chirpiq sayıp qo'ydingiz Qirg'iziston uchun. Uni butkul Qirg'iziston eli biladi. Kimning xizmat qiluvda, xizmatni jog'orqi kengashga borib, je biylikka borib dili Kılvastan Jönöke elin arasında jürüptele kılsa olur. Tashiyev 30 yıldan beri elden 100 so'm tapsa 95 so'munu elge berip keledi. Siz til kolunuzdan hiç nerse gelmeydi. Jasagan emeğiniz yok, bir dağı işiniz yok. Bunu butkul Kırgızistan eli bilir. Assalamu alaikum, Kırgız elim, jana musulman müttugandarыбыз. Men lично Adaхан Kimsanboyевичке кайрылып кетет элем. Мына siz кече парламентте туруп, бир кайсы болбогон нерселерди сүйлөп атасыз да. Өзүңүздүн ичиңизде граница деп. Ушул Кыргызстандын оңолушу үчүн Камчыбек Кыдыршаев болгон күчүн жумшап атат. Силер бирок элдик популист болуп, ушул элди бөлүп жарып атасыңар. Билесизби, сиз ким экениңизди мен билем. Себеби ушул болгон митингде siz birlikte kelge turgan bolup kalgan malınızda elge kelip koşuluğa koygoz. El sizi gütkönde elge kelip koygoz. Oşol azırımda 3. iyun günü oğ atıldı batkende. Sebebi bilesizmi? Bardınız mı oşol jakta? Jok. Bardыңар, oturasыңар. Eldi bölüp çarvastan el menen birge bolubайсыңарбы? Silerge okşugon, eğer siz eldi düşmanın bolgunuz kelbese, uyda